أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli arkadaşlar, biz bugün Sure Al-İmran'ın 50. ayetiga keldik. İlgirki ayette İsa aleyhissalatu vesselam'ın ki tili bilen İsa aleyhissalam'ın sübütünü bayan kelgendir. Bugünkü ayetide ayetime okşaşlar İsa aleyhissalatu vesselam'ın ki sübütünü bayan kılıp şunda davatıdı. Estaizu billah ve musaddiqan lima beyne yedeyye minet tevrati ve li uhille lekum ba'dellezi hurrime aleykum ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum fettekullaha ve ati'un. Yani özden ilgirki Tevrat'ni tasdiqlaydigan İsa Aleyhisselam'ın ki ilgirki sübütü bir Allah tarafından evatilgen, el şekilde evatilgen toğma, qarğı, ağ kesel, qatarlıq kesellerini dua öden, davali alaydıgan laydın kuşlarının şekilde yasap, laydın şu şekilde keltirip pülise Allah'ın izniyle onun can kirdigan, ülüklerini Allah'ın izniyle tırıldıraydıgan alahedliklerden kiyen ve musaddiqan lima beyne yedeyye minet Tevrat, mendin ilgirki Tevrat'ni tasdiqlagan deb bizga shunday bir sifat beryapti. Mening sizlarga ilgirki Tevrat'ni tasdiqlasam, avatilishimning ne alohidlik va ne ayrim bir xususiyati var. Tevrat'ni tasdiqlaydigan bo'lsam, shu zamonda Tevrat mavjud bo'lsa desa, "Va li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaykum." Zaman makonning o'zgarishi bilan kishilarningki talab taqozolarning o'zgarishi bilan bir qism ahkamlar o'zgaraydi, qonun sifatidagi hukmlar. Shuning birisi ilgari sizlarga harom qilingan bir qism ishlarni sizlarga halol qilish uchun bu alohidligi. Va ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Rabbinglar tarafdan bir dalil, paket, mo'jizani olib keldim. Unda bo'lgandan keyin fattaqullaha va ati'uni. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Endi oyatning 5-i musaddiqan degan kelime bilan boshlandi. Tarjimada buni biz ifodaladik. Yani Tevratda kelgan hukmlar, ahkamlarni tasdiqlaydigan, mazmunlarni tasdiqlaydigan degan bir ma'noni ifodalaydi. Tevratda kelgan mazmunlarni tasdiqlaydigan degan ekanmiz, tabiiyki İsa aleyhissalom zamonida Tevrat mavjud. Dolayısıyla nima uchun İsa aleyhissalom avatiladi? Bu ma'na manda ma'noni o'ziga kelishi mumkin ki, yani İsa aleyhissalom Tevratdagi asosiy dinning prinsipi bo'lgan nuqtalarni tasdiqlagandan boshqa yangi bir hukmlarni etkiladi degan ma'no bu yerdan chiqadi. Nima ishqa? Chunki biz ilgirki darslarimizning bir qism mazmunlarida qistirib o'tdik. Adem Aleyhisselam'dan tatip ahirisi Muhammed Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerinki ip kelgen noktası okşaş. İp kelgen şu ara okşaş. Yol prensip okşaş. Akide kısmı okşaş. Tarih kıssa kısmı okşaş. Ahkam kısmıdan başka dinin asası kulliyatları hesaplandıgan prensip hesaplandıgan taraflarının hemmesi okşaş. Ama insanlar yaşayan zaman makanның taqazası qarab turib, bazı ahvallar ba'zida to'g'ri, ba'zida xato. Ba'zida a shaklda ijro qilinsa, ba'zida ma shaklda ijro qilindi. Ular buni biz tushunadigan tildan desak, normal ba'zi qonun deydi-ku, ba'zi davlatlarda vaqtning o'tishiga ergashib ba'zi qonunlarga tuzitish kirgizadi. Ammo davlatning asas qonuni deb qo'ydi. Bu o'zgarmaydi ko'pincha vaqtlarda. Shunga o'xshash tushunsak bo'ladi. Buni men faqat Qur'onning ahkamlarini unga o'xshatmoqchi emaski, ammo sizlarga bir tushunish qulay bo'lsin uchun buni misol qilyapman. Valillahil masalul a'la. Ya'ni qadim tunji payg'ambardan tortib eng oxirgi payg'ambar alayhissalomgacha butun payg'ambarlarning tashabbusi o'xshash, tutqay yo'li o'xshash, aqida qismi o'xshash, dinning asosiy prinsip kulliyatlari axloq taraflari o'xshash, illaki zaman makonning taqozo qilgan ba'zi o'zgarishlar bo'ladi. İsa alayhissalomning aytganligini dal mush o'zgarishlar bo'lib, buni oyatning oxirida nima deb ifodalayotdi? Va li uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaykum. Demak, İsa alayhissalomning bu yerdagi vazifasi o'zidan ilgirki din, ya'ni Tevratdagi mazmunlarni tasdiqlashlar emas.
balki Tevratda harom bo'lgan ba'zi hukmlarni halolligini ifodalash uchun, halolligini bildirish uchun avatilgan bir vazifasi bor. Balkim bundan manda bir shubha yoki manda bir savol kelliga kelishi mumkin. Samoviy kitoblar birini tasdiqlab, masalan, ma'ani qo'llab tushidi ekan. Bu aqonda kitoblarning tushganining ne ahamiyati borda bo'lsa, bizning biladigan javobimiz shu qarindoshlar. Samoviy kitoblarningki aqodan kelishi bir-birini to'liqlaydi. Unda ilgirki to'liq emasmi? To'liq, ammo vaqtning o'tishiga ergashib, bu qisqa zamonda kelgan ahvol emas-ku. Balkim kitoblarning o'tirisida necha yuz yil, necha asr bo'ladi endi bunda. Ilgirki kitoblar kishilarning zehnidan ko'tariladi, bu bir tarafi. Yoki kishilar uni o'zgartirib o'tadi. Bu yana bir tarafi. Yana birisi her zaman makamning taqozo qiladigan o'xshamaydigan bir hukm qonunlari bo'ladi. Bu bir tarafi. Mushu sabablar tufayli ilgirki samoviy kitoblar Qur'onga qadar shu aqoqning har payg'ambarga munosib shaklda, har zamonga munosib shaklda aqoqdan tushgan va ba'zi ahkomlar qanaqalangan ta'dil qilib o'zgartirilgan uningda. Endi qayta takror ta'kidlab qo'yay, Qur'on va undan ilgirki samoviy kitoblarda aqida qismida o'zgarish bo'lmaydi. Tarix, qissa, xabar masalalarida o'zgarish bo'lmaydi. Masalan, jannat to'g'riliq eng qadimgi kitob nima deb so'zlagan bo'lsa, Qur'on shuni so'zlaydi. Do'zax to'g'riliq bu o'xshash, Alloh to'g'riliq o'xshash, payg'ambarlar to'g'riliq o'xshash. Demak, aqida qismi tamoman o'xshash. Qissa masalalarimi ilgirki payg'ambarlarning qissalari ilgirki kitoblarda qanday shaklda so'zlangan bo'lsa, u o'zgarmaydi. Hargiz ilgirki kitoblarda İbrahim'de bir peygamber var da bulup kendi kitapta ya bu İbrahim'de peygamber onda iş olmaydı. Keskin. Fakat özgürlüğün ne ise hükümlerinin mi? Prinsipal hükümler emez. Belki bir kısım furuat derecelik hükümler kanaklıdır. Özgürlüğümüz şekilde. Şun başka ayet tılgınlığını mı? Ba'dellezî hurrime aleykum. Hemmes emez. Bazısını haram kılıngan bazı haramlarının bazısını halal kılış için degan ayetteki ba'da degan sözünün manisi hemmesi emas, bir qismi degan ma'noni ifodalaydi. Endi Allohningki halol, harom ahkomlarida o'ziga xos bir hikmat bo'ladi. Hargiz biz Alloh inson harom qilgan narsaning hammasi ziyonliq, halol qilgan narsaning hammasi foydali deb bunday o'ylab olmaslik kerak. Alloh ba'zi vaqtda zarar yusidan ba'zi ishlarni harom qilgan bo'lsa, ba'zi vaqtida adablash, insonni bir prinsipga cho'gizish, bir kontrollikqa kirgizish, o'zini biladigan qilish degandek bir qanchaligan biz biladigan va bilmaydigan hikmatlar tufaylidan halol, harom prinsipini bizga bekitib bergan. Hayotda bir odam yashab harom ishlarni qiladi hayotning oxirigacha balkim zarar olmayib ketishi mumkin. Onun zararını kömüydü. Herkes bu iş haram tutsa, neymiş ki bunun ziyonliq emas deydigan bir savol qo'yilsa bo'lmaydi. Chunki biz o'zimizning aqliy idrokatining cheklik bo'lganligi, inson ya biz o'zimizni daha to'liq tushunib bilmayapmiz. Bizning qisqa cheklik aqliy idrokatimizda nurg'un narsaninki yon ta'sirini tushunmaslik mumkin. Naq qarasak u narsa ziyonliq emas. Ama bizning shuni cheklash orqali bizni yana bir narsalarni cheklashi mumkin. Yana bir ishlarni saqlab qolish mumkin, yana bir narsalarga ko'ndirish mumkin degandek har xil hikmatlar bo'ladi. Buni biz tabiiyki bu yerda butun hikmatlarni hammani deb bo'lmaymiz, ham demaymiz. Chunki dedikki Allah uni sifati bilan, Xoliq uni sifati bilan xoliqini buyuruydi, xoliqindan tusudu. Bizning nima uchun deyish haqqimiz olmaydi. Biz bandillikni e'tirof qilgan vaqtimizda. Ammo aqlimizni ishlatib, narsalarning, shaylarning hikmatlari haqida, illatlari haqida iznib baqsaq bo'ladi. Bu nuqta bunday shaklda tushunish kerak. Undan keyin masalan sura Niso'ningki 160-oyatida mana bir ahvolni bayon qiladi. Tabi zulmun minallazina hadu harramna alayhim tayyibat uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira. İlgirki Yahudilar zulm o'tkazgan zulmlari sababli va Allohning yo'lidan to'sqanligi sababli biz ularga halol qilingan pok, halol, yaxshi narsalarni harom qildik. Demek bir yerde mayet davatqını haram kılıngan narsaning hammasi zararli bo'lmaydi. Ba'zi vaqtda biz o'zimizning ahvoliga qarab ba'zi misollarni keltirsak, masala oydinlashishi mumkin. Bolalarimizni oilada
qilsanglar bo'ladi, etsanglar bo'ladi deyotgan bir ish bor. Yoki bir rais bo'lib qolgan odam o'zining qo'l ostidagilarga yo'l qo'ygan bir ishlar bor. Ammo qo'l ostidagilar haddidan eshib ba'zi ishlarni qildi, ba'zi yo'ldan chiqqan bo'lsa, adablash yuzasidan ba'zi ishlardan cheklanadi. Mesela sen öyden çıkmaysa bugün degende öyden çıkış hata emas aslında. Sen devletin sırtına çıkmaysa devletin sırtına çıkış hata emas, lekin edepleşüsüdün. Yani bu bazı cezalar birledi onunla. Bu hata oğallık, ziyallık oğallık için emas. Edepleşmişin okşaşlar ayetimiz şu. Yani Sure En'am'ın ki 146. ayette bunda bir ayet var kardeşler. وَعَلَى الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُهُومَهُمَا إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Yahudilarga mesela biz normalda istimal kılavatkan bazı narsa haram kıladigan bu ayetning mazmunu göre. Yani mesela qo'sh och tuyoqli hayvonlar harom qilindi degandek qo'y kalalarning ba'zi badandagi ichki qismlari masalan maylari harom qilindi deganda biz bugun yeymiz endi uni halol o. Ashlarga mushlar harom qilindi deb bo'lib oxirisida nima deydi? Zalika jazaynahum bi baghihim. Ular haddidan oshqanlik uchun mana jazo berdik deyapti. Demak bu yerdagi masala davomliq foydaliq ziyonliq masalasi emas. Adablash yuzidan ba'zi haromlar bo'ladi. Buni bu shaklda tushunish kerak. Yani gapimizning xulosaligi vaqtimizda haromning hammasi chuqum zararli bo'lmaydi. Şonaşqa ayetdeki İsa Aleyhisselam'ınki ve li uhilla lekum ba'dallazi hurrima alaykum. Sizlarga ilgiri haram qilingan ba'zi narsalarni halol. Ilgirki ummatga adablash va boshqa sabablar tufayli haram qilingan bo'lishi mumkin. Bu masala hozir tugagandan keyin İsa Aleyhisselam'ning tili bilan İsa Aleyhisselam aytgan shariatda buni halol qilgan bo'lishi mumkin. Buni o'xshash masala qarindoshlar. Ondan keyin oyatni davom qilaylik. İsa Aleyhisselam'dan tililen yani şu şekilde devam kılınıyordu bu ayet. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونِ. Yani ilgili bayan kılınan bütün tefsilatla İsa Aleyhisselam hakkında hemmesi bir acayibat, bir delil, bir paket, bir mucize. Bir mucize. Hem de İsa Aleyhisselam bir Resul bulu sübütülen, elçi bulu sübütülen, insan bulu sübütülen bugünkü derste bayattan kayatlerde ve onun aldık ilgili derslerimizde sözlengen o kadar sübütlerini özü bir insan bulu sübütülen keltiremeyiz. Bunu biz aldığımız derste mi dedik? Bir Adem bulu sübütülen. Biz bilimiz insanın taktından kaçacaklıkını, o işlerini kılamaydı. Bu işlerini kılalıgan iken çokum bu bir elçi, peygamber. Anlagandan keyin Allah'ın evet kelligiga diqqat qilishimiz kerak. Agar evetmi deyilsa, biz etkelgen mo'jizaga qarta bir qarshi bir o'rtam yarata olishimiz kerak. Yaratamaymiz chunki uning qatqanligi insonning qo'lidan keladigan ish emas. Va endi shuni tushunishimiz kerakki, Allohning qonuniyatidan hal qilgan mo'jizalarini İsa Aleyhisselam'ning qo'li bilan o'rtaga chiqarganligini tushunishimiz kerak. Muşu ahvallar haqiqiy inson bilan tushunilgan vaqtda biz shu natijaga boramizki, darhol o'zimizni tuzashtirib olamiz. Allohning cheklaganidan yonimiz, to'sqanligi, buyurganligi qilamiz. Bu taqvalloh deb ataladi, Allohdan qo'rqitgan. Shu oyatda shunga fattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar degani yuqori qishga qarab boqinglar. Yuqorida İsa Aleyhisselam mening manda alayidliklarim bor deb tilg'agan shaxs qarab baqinglar. Kallanlardan o'zsa Allohdan qo'rqinglar. Insonda bir ixtiyorlik bor. Ya'ni bu yo'lni tanlamay, boshqa bir yo'lni tanlab dunyoda kafirlar o'tib ketish erkinlik bor insonninki. Ammo insof bilan masalani haqiqat nuqtasida turib tahlil qilib, shu nuqtalarni tahlil qilgan vaqtda inson nega boradi? Alloh olamlarning Robbi, bizning ilahimiz, buyrug'ini ijro qilamiz, to'sqindan yanimiz. Bu nuqtaga shu vaqtda inson keladi. Shunga oyatda fattaqulloh va atiun, menga itoat qilinglar. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglarki, bu yo'lda menlar yo'lni tanlanglar. Sizlarga oxirgi tanlash fursati degandek bir mazmun chiqyapti oyatdan. 50-oyat shuni bilan oxirlashtirib qaranglar. Endi 51-oyatga kelsak, innalloha robbi va robbukum fa'buduhu. Hada sıratun mustaqim.
Allah mening va sizlarning Rabbinglar. Allohga ibodat qilinglar, bu to'g'ri, tub-tuz bir yo'l deydi. Biz bu İsa alayhissalomning gapiga hozir bu hikoya qilayotgan İsa alayhissalomning tili bilan hikoya qilinayotgan. Boshqa payg'ambarlarning bu xil shakldagi tashabbuslarini ko'rdik biz. Payg'ambar alayhissalomning bu xil shakldagi tashabbusi bor. Biz bu yerda shuni tushunib olamizki, qarindoshlar, mayli payg'ambar alayhissalom, mayli İsa alayhissalom, mayli Musa alayhissalom, ta Adam alayhissalom, butun payg'ambarlarningki o'rtaq bir alohidlik bor. Bir nuqtada bular o'rtaqlashgan. U o'simi hammasi Alloh subhanahu va taolani Robb, rububiyat sohibi degan nuqtaga keladi. Robb degandan keyin biz Parvardigor deb ham tarjima qilamiz, bu Parvardigorda. Ya'ni bu Robb degan so'z anglangan hamon zihnimizga Allohning bizni yo'q yerdan yaratganligi, maqollimizga kelish kerak. Yo'q yerdan bizni ta'minotlar, hayot asoslari bilan ta'minlayotganligi bu kallamizga kelish kerak. Va bizningki butun mavjudligimiz ve bizning bexatarligimizdan tortib bütün ishlarimizga Allohning ega bo'layotganligi, qayyumiyat sifati bizning kallamizga kelish kerak. Ta mushu topda, mushu minutda so'zlayotgan bo'lsam, bu Allohningki Robblik sifati bilan so'zlayapman. Allah Robblik sifati bilan meni so'zlayotdi. Allohningki menga bergan imkoniyati bilan so'zlayapman. Mushu minutda sizlar mening so'zimni anglayotgan bo'lsanglar, Allohning Robblik sifati bilan anglayapsizlar. Allah'ın Rabblik sütülen bergen imkaniyetle anlavatısıyla Allah'ın kayyumiyeti küçünü körüstüp benim gibi qanday qilasiz anlavatısıyla. Her minut, her sekundda bizning havasiz şekilde bizning qanimiz, qon sistemimiz, nefesimiz sistemlerimiz, yürükimiz hammasi normal hareket qilyapti ya. Bunun hammasi Allah'ın kayyumiyeti, Allah'ın Rabbligi. Endi mushu oyatdami İsa alayhissalom Allah'ın o'zining Robbi ekanligi, o'zining ubudiyati, bandichiligini e'tirof qilib, davodiki, men yuqoridagi ishlarni men o'zim qilmadim. Men bir banda. Bularning hammasini Alloh qilib berdi. Ya'ni Alloh mening Robbim, sizlar bilan. Men oyat qaranglar. Innalloha Robbi va Robbukum degani men va sizlar o'xshash. Ubudiyatda o'xshash biz. Allohga banda oluşda biz tamamen o'xshash. Unda o'g'andikin ibodat qilish to'g'ri gap qolsa, uning ibodat qilinglar, menga emas demakchi. Xristianlarningki kin paydo qilgan aqidadagi bid'atlarga qarata raddiya beryapti İsa alayhissalom. Ya'ni menga emas, Allohga ibodat qiling. Chunki men sizlarga o'xshash bir banda. Hada siratul mustaqim. Bu to'g'ri yo'lda o'tadi. Endi tuz yo'l. Ko'pincha vaqtda to'g'ri yo'l deb tarjima qilamiz. Arabchadagi ishlatilgan kalimaning asli ma'nosi tuz yo'l. Tuz yo'l bilan maymoq agramas degan ma'noda. Biz hammaninki tuz manganligini bilishimiz uchun masalani mana bir shaklda tahlil qilib boqaylik. Masalan bir yumaloq. Yumaloqning bir o'ziga olgan doirasi bor va bir markazi bor. Biz markazga bir dona chiqitdan birini qo'yaylik. Mushu markazdan yumaloq shaklda aylanib yiroqlashgan siri yo'l normal tuzlikdan halqib bir tarafga azroq egiladi. Ya'ni yo'ldan qana qiladi, chiqadi. Markazga yaqinlashgan siri u agarlik asliga kelib, bir asldagi tuzlik holatiga keladi. Yani bu misal orqali belki açıldı ya açılmadı. Demek çoğunumuz şu, insanlar bir merkezi noktaya yığılgan sırı, bir merkezi noktanın etrafına toplaşkan sırı, bularda ortaklık, ittifaklık, tüzlük şu vakti şekilleniyordu. Merkezden kanca yiraklaşkan sırı, birisine xahişi bir yerlerge tatıdı. Birisine pul koğan, mal dünya koğan hevesi bir yerge tatıdı. Azrak eğip gidiyordu yoldan. Birisinin ayollar koğan xahişi, kızıkışı yani bir yerge tatıdı. İş kılıp yol merkezinin yiraklaşkan sırı kişiler ubudiyetliktin. Misal arkalık düşünürüyatımız o çetneş ihtimali intayin yiraklaşıyor.
Hatta bizler normal bir misal baydı siz doğduk, sizi körüp baksak mı buludu? Muşta şekilde devam ediyor. İnsanlar oturustaki mesele bu. Hem de İsa Aleyhisselatü Vesselam yukarıdaki ayette kişilerini Allah'a ibadet kılışka çağırdı. İnnallah Rabbi ve Rabbukum fa'buduhu. Bu bir çağırıkı. İkinci çağırıkı hâzâ sıratum müstakim. Yani İsa Aleyhisselam'ın bu ikinci mentikisi, birinci mentikisi büyük vaxtıda qala inni abdullahi sur Meryem. Ataniyel kitabe ve cealeni nebiyye. Birinci qatım sur Meryem'de büyük vaxtıda sözlüge vaxtıda men Allah'ın bendisi degan bir davani o'rtaga qo'ygan. Endi men cho'muq bo'lgandan keyin kishilarning oldida menda Allah degan alohidlik bor. Bularning hammasi mo'jiza, mening ishim emas, men sizlarga o'xshash banda Allohga ibodat qilinglar. Bu ikkinchi qatim ma davoni ko'tarib chiqish. Birinchi qatim buyuklikni ko'tarib chiqqan, men Allohning bandasiman, men iloh emasman, Allohning o'g'li emasman, ibodat qilishga loyiq emasman, ibodat qilinishga loyiq emasman. Men sizlarga o'xshash banda buyuklik degan gapi, ikkinchi qatim ma cho'ngib bo'lgandan keyin degan gap. Birinchi qatim en yüksek bir derecedeki bir başlanışını ifadalese ikinci qatim risalet meselesindeki başkalarga qanday qilish yetkizish. Yani o'xshash bir nokta. Başlanışda şu dava, ahirlanışda şu dava, ama ikinci qatimda başkalarga yetkizish. Başkalarının hayat ritmini şu xil ritmiga kirgizish meselesi ortaga chiqishi mumkin. Hamda biz oldingi bir darsimizda Nabi Peygamber bilen Resul elçinin oturdaki farkını bayan qilgan. Resul elçi köp hollarda bizning tushunchimiz bo'yicha Allah subhanahu va taolodan vazifa topshirib olgan. Peygamber bo'ladi, Rasulning va kitob olgan bo'ladi. Resul bir yip-yangi yo'ldan birini Allah tarafidan Allohning xalqiga yetkazish uchun olib kelib, kishilarni sen ma ishlarni qilsa, ma ishlarni qilmaysa, ma yo'lda mangsa deb bir yo'lga soladigan kishining bo'ladi, Rasul bo'ladi. Rasul bo'ladi. Endi birov o'rtaga chiqib, men Allohning rasuli, ani qil, mani qilma degan vaqtida, bu yerda uning qil, qilma degan ishi bir nuqtani ol, bir mulohaza qilaylik qarindoshlar. Jamiyatda yaxshi ko'rib qilayotganini hech kim qilmaydi. O qilishning hojati yo'q. Jamiyatda kishilar qilmayotgan ishni hech kim qilma demaydi. Cho'qim bir gapni qil deganga qaragan vaqtda, qilma deganga qaragan vaqtda shu ish kishilar tomonidan qilinayotgan yoki qilinmayotgan bir ish. Qilinmayotgan ishni qil degandan keyin insonga biroz zo'r keladi bu. Qilayotgan odatlangan ishni birini mashina qilmaysa degandan keyin bu insonga biroz zo'r keladi. Chunki inson qilmay odatlangan ishni qilishni, qilib odatlangan ishni qilmaslikni biroz qabul qilishi tez. Mushu ahvol ostida ya inson bir ishlarni qiyin ko'rib qilmaya deydi, yoki bir ishlarni qil deb kelgan buyruqni, yoki bir ishlarni qilma degan bo'lsa, bunda qarab ko'ngli tortib qilib qoladi. Payg'ambar kelib Allohning manhajini olib kelib, "Mani qil, ani qilma" degandan keyin ta qarab qilg'isi bor ishni qilma deyotgan, qilg'isi yo'q ishni qil deyotgan. Dal mushada, mana diqqat qilinglar. Dal mushu nuqtada oyatdagi fa'buduhudagi ubudiyat, bandichilik ifodasi ifodalanadi. Bandada o'nashgan, bandada o'nashgan, bandichilik qalbida o'nashgan bandichilik, Allohga bo'lgan bo'ysunish, Allohning Rabblik bo'lgan tunishi, o'zining bandichilik mas'uliyati bo'lgan tuyg'usi qanchalik bo'lsa, shu darajada qil va qilma buyrug'i ijro qilinadi. Garchi u eg'i kelsin, jafo kelsin, zo'r kelsin, agar qilishga tegishlik Alloh tomonidan ishda belgilangan ish har qancha ko'p kelsa qiladi. Qilma degan ish har qancha suyumli ko'p kelsin, u qana qilmaydi. Mana bu kishilardagi bir bandichilikning ifodasini ko'rsatgan. Shunga biz bugungi kunda bir odamning taqvo emasligini uning og'zidagi bir gap so'zga yoki tashqi ko'rinishiga emas, shu odam ijro qilayotgan Allohning qil degan buyrug'i yoki qilma degan buyrug'ini ado qilishga qarab turib farq qilsak, mulohaza qilsak bo'ladi. Ko'pincha kishilar
meselenin asli nişanıga qaramaydı qarindoshlar. Haqiqiy shaklda tushunmaydi. Yaman ishninki bir omillari va yaman ishlarga qiziqtiruvchilar bo'la kelib, unda bir yaman ishlarga qiziqtiradi, yamanlik taqtidiganlar kelib, yaman fikrlar kelib, Allah haram qilgan ishlarga bunda onu yıkılışqa turtkuludi. Muşnoqda köpinchi kishilar bulanmaydi, yani chidab turamaydi. Amaliyotda Allohninki qilma degan buyruqiga moslashish insonninki hayotdagi normal harakatiningki hayot bilan moslashish hisoblanadi. Moslashish bu qanday desa, buni bunday shaklda tushundirsam, balkim tushunamidingmi? Bir o'quvchi bir maktabga qabullanib kirgan bo'lsa, mushu maktabda o'qiydigan bir zamon bo'ladi, ya 4 yil, ya 5 yil, 6 yil degandek bir zamon bo'ladi. Va bu o'quvchininki mushu maktabdan bitirib bo'lguncha, maktabni tugatib bo'lguncha hozirlashga tegishli bir salohiyat, bir nishon bo'ladi. Chunki o'quvchi shu xil nishonni qilib ya qilmay maktabga kiradi. Mayli qilib kirsin yoki qilmay kirsin, bu o'quvchininki barmoq cho'g'an nishoni shu. Buni o o'quvchi kallasida nishon qilsin yoki nishon qilmasin, bu o'quvchi barmoq cho'g'an nishon shu. Endi bu o'quvchi o'zining maktabdagi hayotida, maktabning til, qimma ta'limotlariga uyg'unlashsa, moslashsa, amaliy harakat ifodasida ko'ralsa, bu o'quvchi o'zini maktabi va nishoni bilan moslashtirgan bo'ladi. Xuddi inson qilma buyruqini hayotiga tatbiqlasa, o'zini bu dunyoning qonuniyati va barmoq cho'g'an nishon bilan moslashtirgandek. Bu o'quvchi qarab baqqanmiz ahvoliga. Darslarida qanday qotida tirishyotdi. Birilgan vazifa topshiriqlarini ishlayotdi. Ve üzlüksiz özünün şu nişanığı keterlik bazı işlerini kılıvatıdı. Bu o'quvchiga shunda hukm qilamiz ki, ma o'quvchi shu nishoniga qarab manibdi. Yani o'zininki maktabdagi nishonini tunibdi. Bu o'quvchining butun ishlari shu nishonga mos ketyotdi deb hukm qilamiz. Agar aksi qolgan taqdirda qarasak, o'rinli qilayotgan, tirishmayotgan, birilgan vazifalarni ado qilmayotgan hech ishlari o bir maktabni bitiradigan o'quvchidek tuyulmagan bo'lsa, ma o'quvchi nishondan yiroqlagan o'quvchidir. Insonningki hayotdagi kartinasi aynı bir maktabdagi bir o'quvchining kartinasiga o'xshash qiladi. Ko'pincha kishilarning opti, musibati ko'pincha kishilardagi xafalık nima desanglar, bular ma dunyodagi haqiqiy nishonni belgilamaydi. Nega varmoqchi degan bir nuqta kallasi yo'q insonlarningki. Bugün mush yashayotgan bo'lsam, bugungi holatim bilan bugungi holatim shu. Boshqa oddiy o'tkinchi narsalarni o'ziga nishon qilib belgilaydi. Masalan, birlari isl uy, birlari isl mashina, birlari mol dunyo, birlari ayol. Hammasi amaliyotda o'tib ketadigan narsa. Mol dunyoning, o isl uylarning, o isl mashinalarning, isl narsalarningki huzurlar hammasining zamoni o'tadiganligini biladi-yu, ammo bilib turib shu narsalarni o'ziga asosiy nishon qiladi. Bir adamning nishoni qanday belgilansa, tabiiy holda uningda ko'riladigan ish harakatlar shunga mos shaklda bo'ladi. Uning gap so'zi shunga mos bo'ladi, ish harakati, qadamlari shunga qarab elinadi. O'ylaydigan tafakkur hatto shu shaklda, shu nishon qarab. Endi mu'minning dunyodagi hayotiga qarab baqqanimizda, bu odamdan ya cennet taraf qarab ketyotdi, tirishotdi deganni ko'ra olamiz, chunki buni amaliy ish harakati kallasiga nishonga qarab belgilanadi. Yoki do'zaxga qarab ketyotdi deganni ko'ra olamiz, chunki uning ko'zligini atrofdagi o'tkinchi narsalar, vaqtlik havas, xohishlar, vaqtlik g'oyalar buni o'ziga nishon qilib olgan, chunki bular jannatga ishonmaydi, do'zaxga ishonmaydi. Shuning bilan o'zi mangan yo'lga menib ketaveradigan gap edi. Anda olgandan keyin masala shunda olgandan keyin insonlarga ta'sir ko'rsatadigan asosiy nuqta insonlarning nishon olgan ekan, inson avval o'zining nishonini belgilash kerak. Ya'ni nima ketyapti? Buni aytadi. Ya'ni musulmon bo'lsin yoki g'ayri musulmon bo'lsin, buni biladi inson.
insanın ülülüğünü biliş gerek. Ama ölgenden keyin bunun baradigan bir yeri varlığını ve uyaga bargandan keyin bugün kılgan her iş, algan her nefesden, faydalangan her imkaniyetten soruladiganligini insan düşünüş gerek. Şu noktalar düşünülüp bolsa, qalan mesele nayeti addi. İnsan şu vaqtda özününki nişanını belgileyeleydi, şu noktalar düşünülgen vaqtida andan keyin nimmish qilsa şunu qarab qoladi. Yeni bir misal, qisqacha bir misal bilan bugungi darsni oxirlashtirmoq qarindoshlar. Biz bugün bu şehirden bir şehirge qarab yo'lga chiqdik. Yani nişanımız şu ko'nglimizda bormoqchi bo'lgan shahrimiz. Biz tabii Kucabduzga o'ttasaqmi, masalan, yoki taksiga o'ttasaqmi, mashinaga chiqsaqmi, poyezd chiqsaqmi, shu yo'linishga bizni opiradigan narsaga chiqamiz endi. Kucabduz orqali shu shaharga boradigan cho'ng bekatga boradigan yana tanlaymiz. Taksiga chiqsaqmi, yana palani bekatga olib qo'ying deymiz. Bu yerga chiqqandan keyin shu bekat ishidagi biz bormoqchi bo'lgan shaharga boradigan Abduzga mangadigan yo'lning biletini olamiz. Demak, bizning har bir olgan qadamimiz nishonimiz asosida bo'ladi. Demak, inson avval o'zining nishonini belgilashi kerak. Ve bu nişanı belgilemaganligi insonning amaliy hayotidagi yo'linişi, onun bir gap so'zi, tafakkuri, tasavvuri mishadin ifodalanadi. Nişanni belgileyenmagan insonning holiga voy, ammo nişanni belgileyenligi Allah subhanahu va taolo texmo yordam beradi. Biz davomli deb ko'ratamiz. İnsan avval bir erkinlik beriladi insonga yo'l tanlashda. İnsan ya nişanға qarab mağadigan hidayet yolunu tanlaydı, yoki o'zining tanlab olgan, o'zbekitib olgan bir nishonga qarab mağadigan dalalat yolunu tanlaydı. Dalalat yolunu tanlab bo'lgandan keyin Allah uni u yo'lga qo'yib o'tadi. Ma'ada Bağan sırrı patıdı. Hidayet yolunu tanlagandan keyin Allah bu insonga yordam beradi. Bu insonni muvaffaq qiladi, masofa qana qiladi, qisqaraydi. Nurg'un masofalar mujarriyanda qisqaraydi, chunki Allah yordam beradi unga. Chunki u shu to'g'ri yo'lni tanladi, to'g'ri nishon qarab mangdi. Oyatda deyilayotgan nokta shu. İlgari İsa alayhissalatu vesselam o'zining nurg'un mo'jizlik taraflarini, Allah mo'jiz bergan ishlarni bizga bayon qilgandan keyin o'ziningmi shu qatorda bir bandi ekanligi, boshqa insonlarga o'xshash Allohga qulchilik qilganligi, bu noktalarni aydınlaştırıp Allah'a ibadet qilish ve bunun to'g'ri yo'l ekanligini bizga da'vatadi. Yo'l mush shaklda oldimizga qo'yilgan, yo'lning nishoni mush shaklda belgilangan ve bu nishonni tunumagan insonningki amaliy hayotidagi ish harakatlari bizga insonning shu nishon qarab ketayotganligini bildirib uqtirib beradi. Allah subhanahu va taolo hammalarni nishonni belgilay oladigan ve shu nishonga qarab ilgirlaydigan ishlarning qatoridan qolsin. Bu yo'lda bizga tavfiq, muvaffaqiyat ato qilsin. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada tugadi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.